Men hayronman. Nega u to'xtamaydi? Tramp Ukraina urushi haqida so'z ochdi. AQSh prezidenti Donald Tramp 14-oktyabr kuni seshanba kuni Oq uyda jurnalistlar bilan suhbatda Rossiya prezidentidan Ukrainadagi davom etayotgan urush tufayli hafsalasi pir bo'lgani yana bir bor ta'kidladi va mamlakatda benzin uchun katta navbatlar ko'paymoqda deb ma'lum qildi. Matbuot anjumanidagi aks etgan video yozuv prezident ma'muriyati YouTube kanalida e'lon qilindi. Men hafsalam pir bo'ldi, chunki Vladimir bilan munosabatimiz yaxshi edi. Hozir ham yaxshi bo'lsa kerak. U bu urushni hal qilishi kerak. Bilasizmi, hozir Rossiyada odamlar benzin uchun navbatlarda turibdi va to'satan uning iqtisodi qulashi mumkin, dedi Tramp. AQSh prezidenti rossiyalik hamkasbi unga juda salbiy ta'sir ko'rsatgan urushni nima uchun davom ettirmoqdaligini bilmaligini ta'kidladi. U 4 yillik urushni bir hafta ichida yakunlashi kerak edi. U 1,5 million askarni yo'qotdi. Trampning fikricha, mojaroni davom etishi Putinni juda yomon ko'rsatyapti. U buni tugatishi mumkin edi. U buni tezda tugatishi mumkin edi deb qo'shimcha qildi Amerika rahbari. Moskvada sirli muzokaralar. Putin Asadni topshirishga rozi bo'ladimi? Ahmad Ashara 15-oktyabr kuni rasmiy tashrif bilan Moskvaga keldi. U birinchi marta Rossiyaga tashrif buyurdi va prezident Putin bilan uchrashdi. Muzokaralar 2,5 soat davom etdi. Kreml saytida faqat uchrashuv boshlanishi haqida ma'lumot berildi. Keyingi suhbat tafsilotlari ochiqlanmadi. Moskva yillar davomida Suriya sobiq prezidenti Bashar Asadni qo'llab-quvvatlab kelgandi. Yangi prezident bilan muzokaralarda Putinning maslahatchilari, mudofaa vaziri Andrey Belousov, razvedka rahbari Kostikov ishtirok etdi. Rossiya prezidenti uchrashuv avvalda Suriya bilan aloqalari hech qachon siyosiy vaziyat va maxsus manfaatlar bilan bo'lmaganini aytdi. Moskva har doim Suriya xalqini manfaatlarini ko'zlab ish tutganini ta'kidladi. Ashara bunga javoban mamlakatlar o'rtasida haqiqatdan ham uzoq tarixiy aloqalar bo'lganini, endi esa dunyo yangi Suriya bilan tanishayotganini bildirdi. U Moskva va Damashq o'rtasidagi hamkorlikni davom ettirishni taklif qildi. Munosabatlarimiz majmuasini qayta boshlashga harakat qilamiz dedi. U Reuters ma'lumotlariga ko'ra, Ashara iqtisodiy imtiyozlarga erishishni, jumladan qulay shartlarda bug'doy yetkazib berishni qayta yo'lga qo'yish va urushdan ko'rilgan zararni qoplashni istaydi. U Moskvani qo'llab-quvvatlashdan manfaatdor, chunki mamlakat Isroilda Suriya janubidagi kengaytirilgan hudud yaratish talablariga qarshi turmoqchi. Manbalarning birining aytishicha, Suriya rahbari Isroilning keyingi tajovuzlarga qarshi kafolat sifatida Rossiya harbiy pozitsiyalarini qayta joylashtirish masalasini ko'targan bo'lishi mumkin. Suriya sobiq prezidenti Bashar mamlakatdan qochib ketgach, Rossiyadan siyosiy boshpana oldi. U hozirda oilasi bilan Moskvadan yashayotgani aytilmoqda. Rossiya o'zining xorijiy ittifoqchilari boshiga kulfat tushsa, ularni himoya qilish bilan faxrlanadi va Asadni Damashqqa topshirish dargumon deya ta'kidlaydi Reuters. Tashqi ishlar vaziri 13-oktyabr kuni Rossiya Asadga boshpana berganini, chunki uning hayoti xavf ostida qolganini aytdi. Ashara fevral oyida Nyu-Yorkdagi Anasak gazetasiga bergan intervyusida Rossiya Asadni Suriyaga ekstraditsiya qilish iltimosini rad etganini ta'kidladi. Pokiston askarlarining qurollari va tanki Afg'oniston qo'liga o'tdi. Tolibonning 15-oktyabr hujumi oqibatida Afg'oniston tomonidan kamida 12 kishi halok bo'ldi. Bu haqda ma'lumot berdi Tolibon matbuot kotibi Zabuhulloh Mujohid xabar berdi. Uning so'zlariga ko'ra, kunduzi Kandahorning Spenbalda hududida amalga oshirilgan Pokiston kuchlari yengil va og'ir qurollardan foydalangan holda Afg'onistonga hujum qilgan. Oqibatda 12 nafardan ortiq tinch aholi halok bo'lgan va 100 dan ortiq insonlar jarohatlangan. Shundan so'ng afg'on kuchlari javob harakatini amalga oshirgan. Qarshi hujum chog'ida Pokistonning bir nechta askarlari halok bo'lgan. Ularning postlari qo'lga olinib, qurol-yarog' tanklari Afg'oniston kuchlari qo'liga o'tgan. Afg'oniston armiyasi chegaraning narigi tomondagi harbiy obyektlarga zarba berdi. Ular vaqti-zaqti bilan tinch aholiga hujum qilish va Afg'onistonning hududiy yaxlitligini buzish uchun foydalanilgan deya to'qnashuvlarga munosabat bildirdi Afg'oniston Mudofaa vazirligi. Pokiston Ichki ishlar vazirligi Muhsin Naqvi afg'onlarning hujumi sababsiz deb atadi va ularni tinch aholiga o'q uzishda aybladi. U Pokiston kuchlari Afg'oniston zarbalariga javob qaytarish haqida ogohlantirildi. Javob zarbalari aynan 15-oktyabr kuni yo'naldi.